Assalomu alaykum hammaga. Hozir Sihat klinikasida bir bemorimizni bir necha tashxislar bilan operatsiya qilib, bugun hamma holatdan, ya'ni shlankalardan, drenajlardan qutultirib, avvalgi holatiga qaytarib, xudo xolasa ruxsat beryapmiz. Bemorda birinchi kelganda o'zi tekshiruv tahlillar bo'yicha buyragida CD9 tosh hisobiga buyrak ishlamay qolgan, u buyrakni ishlamay qolgan buyrakni olib tashlash uchun harakat bo'lib, laparoskopik, ya'ni ikkita uchta teshik orqali kirib laparoskopik nefrektomiya qildik. Shu paytda tekshiruvlar davomida CD yo'lida ham, CD chiqaruv kanalida ham torayish aniqlangan. Avval nefrektomiya qilib holatdan chiqardik, keyinchalik qovog'iga qo'yilgan shlankadan qutultirish uchun bukkal uretroplastika operatsiyasi o'tkazildi, ya'ni og'izdan shilq qavat olib yo'lini tiklandida. Hozir kateterlar olindi, qovog'idagi kateterlar olindi, hamma yo'q joyida uyga avvalgi holatga qaytgan holda ruxsat beryapmiz. Rahmat katta. Rahmat sizlarga, hammanglarga. Umringlar uzoq bo'lsin, tanijoyinglar sog' bo'lsin. Bunaqa dardni hech kim ko'rmasin.